Notre Dame Üniversitetining Qonun instituti tarafidan uyushtirilgan 3-navbatlik Notre Dame diniy erkinlik oliy yig'ini 11-iyuldan 13-iyulgacha Londonda o'tkazildi. Mazkur yig'inga Amerika va dunyoning har qaysi joylaridan taklif qilingan mutaxassislar, advokatlar, diniy rahbarlar va siyosiy faoliyatchilar qatnashgan. Mazkur yig'inga Uyg'urlardan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkal apandi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim taklif bilan qatnashgan bo'lib, Uyg'ur masalasi muhim temalarning biri bo'lgan. Xitoy Kommunist hukumatining Sharqi Turkistondagi Xitoy nüfusini ko'paytirish plani yangi vositalar orqali davomlashmoqda. Beijing doiralari Xitoylarni rayonda o'ltiraqlashtirish uchun bir yurish ko'chmanlar siyosatini yo'lga qo'yib keldi. Sharqi Turkistonga borgan Xitoylarga uy va zo'r miqdorda iqtisodiy yordam berish qatorliq tadbirlar yillardan buyon davomlashib kelmoqda. Washingtonga joylashgan Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbas Germaniya taratqularga qilgan so'zida Xitoyning Sharqi Turkistondagi erkak qirg'inchiligining davomlashayotganligi va yig'ilish lagerlarida inson qalbidan chiqqan qilmishlarning yuz berayotganligini bildirdi. U Germaniya taratqularning ziyoratini qabul qilganda, hadisi Gulshan Abbasning 2018-yili naq tutib ketilganligi va keyincha qamoqqa hukm qilinganligini o'ttirib qo'yish orqali Uyg'urlar uchrayotgan zulmni anglatdi va Germaniya siyosiy yo'llariga chaqiriq qildi. Xalqaro pul fondi tashkiloti bayonotchisi Julie Kozak xususiy mablag' solishning ojizlashishi, eksportning ostilishi va davlat ichi ehtiyojining tuvanlashishi sababidan Xitoy iqtisodining o'sish sur'atining ostilganligini bildirdi. U axborot e'lon qilish yig'inida dunyo iqtisodidagi eng yangi taraqqiyotlarga baho berdi. Xitoy Sharqi dengizidagi talash tortishlik rayonida paydo yapon baliqchilik kemisini o'zining dengiz tavalligidan ayrilishga ogohlantirdi. Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atletining bayonotchisi kemining rayondan ayrilishga ogohlantirilganligini e'lon qildi. Xitoy bu kemining Chevy oralig'iga qonunsiz kirganligini va Yaponiyaning ogohlantirilganligini bayon qildi. Yaponiyadan bu vaqtda hech qanday inkos kelmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wagner yollanma askar guruhining qonunliq mavjud emasligini bayon qilib mundaq dedi. Bizning shaxsiy harbiy shirkatlarga oid qonunimiz yo'q. Shunga qonun bo'lmasa Wagner yollanma shirkati yo'q. Bunda qonuniy ega yo'q. Bu guruh 24-iyun Putinga qarshi isyon ko'targan edi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'inida Indoneziyada o'tkazilgan Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqining 56-navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashish uchun Jakartaga borgan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan ba'zi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan uchrashishlarda bo'ldi.